Bir-birimizni boy deb o'ylaydigan odatlarimiz. Birinchisi plastmas idishlarni tashlab yuborishingiz. Boymi? Tema bo'ldi o'zlash. Plastmas idishingiz. Haq. Sizni boy deb o'ylaydigan odatim ikkita iPhone tutishingiz. Menga Montajga montajga kerak. Ikkita iPhone tutadi 15. Montajga kerak. Yaqinda 17 olmaysizmi? Ichim yonadi. Birinchi bo'lib sizga tashlayman. Kuyaman. Kuyapman. Ikkita 15 sotib 17 olaman menimcha. Kuydirmang. Naskilaringizni tikmay tashlab yuborishingiz. Normalniku. Uch normal emas. Tikib kiysa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Ilinib qolsa tashlab yubormaydi-yu, yangi naski. Uyingizga har safar borsam, uzumdan yoki qayerdandir nuqul dastavka olayotgan bo'ladi. Ovqat, bir bola kiyimlar, har safar nimadir olayotgan bo'ladi. Sirlarimni ochib qo'yapti bu qiz. Xo'p. Sizni yana boy odatingiz manikyur pedikyurga har oy borishi. Beshinlik boyvachchalikdan. Boyvachcha. Qaranglar ko'rolmasligini. Mahal yonib ketyapman. Xo'p. Sizni boy deb o'ylaydigan odatim har safar uyingizga borsam, xolodilnikka to'la bo'ladi-da, ana qolgan narsalar xolodilnikka tiqmoqchi bo'lsangiz joy bo'lmaydi. Balkonga ham qatqadir qo'yayotgan bo'lamiz har safar. O'zingizda ham bizda yo'q mevalar turibdi. Anaqa qilsa. Bizda gilos shoptollar yo'q hali. Xo'p, ko'p fotosessiya qildirasiz. Anaqa Zubayr birga kirganda ham qildirdingiz, ikki qatligingizda ham qarashdim, fotosessiya qildirasiz. Men ana pulni yig'ib 1 yil oldin aytib qo'yaman-da. Yilda bir marta qildiraman. Keyin bo'lib qo'yaman yil davomida. Sizni boy deb o'ylashim rosa chet elga chiqanlar-da, lekin vasha Instagram qo'ymaysiz boru. Tipa kamtar. Vasha ana maqtangim kelmaydi man. Tipa biz rosta qo'ygim kelmaydi. Men vasha to'ldirib tashirdim menimcha. Maqtanchoq ko'ryapsizlar, bilaveringlar. Maqtanchim kerak kimga? Sal qimmatroq bumaga olib qo'ysa ham, voy 21 mingga bumaga oldim deb chiqadi. Qo'yaman. Zato kofe mashinangiz bor, tushunasizmi? Men kesam o'zicha qichqib qo'yadi. Kofe qilib beringmi, men mashinkamda deb. Solishtirmang. Bu kishining o'zlari mashinalari bor. Kofe mashinasi emas, celay mashinasi bor o'zi haydaydiganda solishtiradigan narsa. O'zi shunaqa qilsa bo'lar ekan. Hamma o'zini boymasman deb o'ylaydigan, o'zini boyligini bilib oladi. Ana, ko'rdinglar? Kommentariyada yozinglar. Sizlarga yoqyapti yoki yoqmayapti? Mana shu bir xil kiyimda. Keyingi safar kelsalar, yana 4 ta 5 ta video olib qo'yamiz sizlar uchun. Sog' bo'lasizlar.